Silayonli qavat-qavat somsani tandirda yopish jarayonini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Ishimizni tandir qizdirib olishdan boshlaymiz. Tandirimiz qiziguncha oldindan tayyorlab olgan silayonli xamirlarimizni 50 grammdan uzib, ortiq ekan ko'rsatgan shaklda tugishni boshlaymiz. Tandirda ishlash bo'yicha meni ilmim bo'lmagani uchun bu ishni mutaxassis bo'lgan shef ortiq ekan chaqirganmiz. Yaqindan yordam berganlar uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Tandirga o'tini yoqib, birinchi qorayib, keyin qizib oqargandan keyin ortiqcha cho'g'larni suv yordamida o'chirib olib, teshiklarini qo'l latta bilan yopib, bitta somsani urib ko'ramiz. Yetkazilgan xamir 4-5 sekundda agar qorayib ketsa, bu tandir havosi baland degani. Agar 8-10 sekundda qizarishni boshlasa, yopsa bo'ladi. Tandirda faqat somsani o'zi emas, balki 120 grammdan bo'lgan patirchalarni ham yopishga harakat qilib ko'rdik. Videoni vaqti cho'zilib ketmasligi uchun xamir qorish jarayonlarini olmadik. Barcha mahsulot retseptlarini video ostidan topishingiz mumkin. Tandir havosi me'yoriga kelgandan keyin birinchi bo'lib somsalarimizni, keyin tinib olgan nonlarimizni yopishga boshladik. Kamini ham birinchi marta tandirga non urish baxtiga musharraf bo'ldi. Non va somsalarni yopib bo'lganimizdan keyin tandir ustini yopib, qo'l latamizni tandir ustidan yopib 5 minutga dimlab qo'ydik. Endi non va somsalarni qizartirish jarayoni, somsalarning so'kini oqishini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib nonlarimiz pishib chiqdi. Nonlarning ko'rinishiga o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Ketidan qizargan somsalarimizni ham birin-ketin uzishni boshladik. Ojizona mehnatimiz samarasi bo'lmish pishib chiqqan somsalarimiz ko'rinishi hamda qarsildorligiga o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Somsani xamirning retseptini bundan oldingi videolarimizda ko'rsatib o'tganmiz. Nonlarimiz ham to'liq videolarni profilimizga kirib ko'rib olishingiz mumkin. Xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.